بادغیس ولایتida Turkman qiziga nisbatan majburiy nikoh va uzoq muddatli habs holati yuzasidan jiddiy xavotirlar o'rtaga chiqmoqda. Bodg'is viloyatining Bolomorg'ob tumanidagi Murchoq qishlog'ida yashovchi turkman Muhammad Rajab nomli shaxsning qizi Bibi Sidiqa necha yildan buyon majburiy nikohni qabul qilishdan bosh tortmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, voqea taxminan 5 yil avval Bibi Sidiqa 12 yoshda bo'lgani boshlangan. Oilasining qarzdorligi sababli u Pashtunlardan bo'lgan G'ulom Rasul o'g'li Xudoynazar ismli mahalliy arbob va oqsoqol nufuzli shaxs tomonidan qarz evaziga majburan o'z uyiga olib ketilgan. Oila vakillarining ta'kidlashicha, Xudoynazar so'nggi 20 yil davomida toliblarni qo'llab-quvvatlagan mahalliy ta'sir doirasiga ega shaxslardan biri hisoblanadi. Ma'lumotlarga ko'ra, Bibi Sidiqa 6 oy davomida uning uyida saqlangan. Keyinchalik mahalliy oqsoqollar aralashuvi bilan u ushbu uydan chiqarilgan. Biroq shundan so'ng toliblar nazoratiga olingan. Ish Bodg'isdagi mahkamalarga ko'rib chiqilgan. Oilaning bildirishicha, mahkama Bibi Sidiqaga 2 yilni taklif qilgan. Xudoynazar bilan nikoh qilish yoki qamoqqa olinishi. Bibi Sidiqa majburiy nikohni qat'an rad etib, qamoqni tanlagan. Oila adolat izlab, toliblar rahbariyatiga Qandahorda ham maktub jo'natgan. Ularning ta'kidlashicha, 1903-yil 15-aqrab kuni tamiz mahkama qizga qarshi qaror chiqargan. Biroq yozma hukm bermasdan og'zaki ravishda uni hibsda saqlashni buyurgan. Hozirda taxminan 17 yoshga kirgan Bibi Sidiqa Bodg'is viloyatining Qal'ai Nav qamoqxonasida saqlanmoqda. Bibi Sidiqaning onasi Rut qizining vaziyati yomon ekani aytib, xotin-qizlar faoli inson haqlari tashkilotlaridan qizini bu vaziyatdan qutqarishda unga yordam etishga chaqirgan. Dalman melen şu hukuku vesere tidrak yetiştirin sibilen ardımı varan lazanmır. Mimedik daya var uğruna salağa yeter. O qiydan binti yatti hala. Binti ödemi kildan merala binti yatti ödem. Nemitceklemeden bilemedi o. Ehmeti o da şu kuyme gittin sana gay. Yıldan mergat napböfürler merkeme ağarsı. Hiç var yerlerden hala etnemi tapalan o. Oyun mi yarıydı da verildi, meradi dildi, çmekeme hala etti. Hiç var hala ahirinde da gayret binde tıktılar. Dem ne emilgen belli de uğraqıydı hala ağlar yeğre içinde yattı. Emide o da şüküme var gayret edip tidirak yetiştirin solara. Ayni holda Afg'oniston Turkman ayollari uyushmasi Yevropa bo'limi vakili Shugufa Farhang ushbu holatdan chuqur xavotir bildirib, Bibi Sidiqaning bir necha yildan buyon faqat majburiy nikohni rad etgani uchun hibsda saqlayotganini ma'lum qildi. U xalqaro hamjamiyat, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, inson haqlari tashkilotlari va mustaqil medialardan ushbu ishni zudlik bilan o'rganishga chaqirdi. مورچاق یک از دختران ترکمن که سن 17 ساله هست از 12 سالگی تا به حال یکی از مردمان پشتون زبان و طالب در پی ازی هستند که دختر خانم به زور به نکاح خود در بیارن. 5 سال هست که موضوع طول میکشه و این دختر خانم اصلا راضی نیست، خانواده و راضی نیان و نمیخوان که اون به زور به این نکاح ازی مرد 70 ساله در بیارن. این دختر خانم هم راضی نیست و میگه من از بین ببرین بکشین، ولی من نمیخوام نکاح با این انسانه که اندازه پدر کلام هست ازدواج کنم. لطفاً از همه شما خواهش میکنم در میدیا، خبرنگاران،
agar ushbu ma'lumotlar tasdiqlansa, mazkur holat bola huquqlarining buzilishi, majburiy nikoh, o'zboshimchalik bilan hibsga olish, adolatli mahkama huquqidan mahrum etish hamda ayollar huquqlarining jiddiy ravishda poymol etilishi sifatida baholanishi mumkin.